Darvozaxonadan kirganda to'g'rida bitta xonamiz bor, ofis sifatida foydalanishga. Chap tomonda mana bu ko'rib turganlaring omborxona sifatida foydalanishga, ichlari katta keng. Koridordan kirganimizda bu yerda 1, 2, 3 xona, ichida sanuzeli bor, remontlari chotki. Va yana yurishimizda mana bu tomonda yana bir xona bor, ofis sifatida foydalanishga. Tashqariga chiqqanimizda bitta xona bor. Bu burchakdan kirsa bitta xona bor, koridor. Bu yerda yana bitta xona bor, yana bitta xona bor, 2 xona. Koridorda yurganimizda bitta sanuzelimiz joylashgan. Mana bu katta zalimiz mana. Gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan muammo yo'q. 130 ming dollardan kami bor deyapti. Bu joyimiz to'lov lokatsiyasi Marg'ilon shahar Istiqlol to'yxonani shundoqqina yonida. Sutigi 6 suti, xonasi 10 xona. Bemalol telefon qilib baraka qilaverasizlar.